8 sentyabr kuni to'nilgan fransuz jurnalist Laurent Stefano tarafidan yozilgan Uyg'urlar bir qurbon xalqning hikoyasi nomli kitob Fransiyada nashr qilindi. Tarix va jo'g'rafiyaviy siyosat temalarini asosli nashr obyekti qilgan Talondi nashriyoti tarafidan nashr qilingan bu kitobda Uyg'ur tarixi va bugungi vaziyat haqida tafsiliy ma'lumot berilgan. Biz bu munosabat bilan to'nilgan jurnalist Laurent Stefano bilan suhbat ilib bordik. Abdur Laurent Stefanoning aytishicha, kitobdagi tarixiy bayonlar to'nilgan tarixchilarning tadqiqotlarini asos qilgan bo'lib, Uyg'urlar to'g'riliq texim ko'p kishilarga ma'lumot berish uchun ommabop tilda yozilgan ekan. L'objectif du livre était de raconter l'histoire du peuple et de la région. Laurent Stefano mazkur kitobni yozish maqsadi haqida to'xtalib, mundaq dedi. Prendre l'engrenage qui a mené au crime contre l'humanité commis actuellement. Bien que je connaissais déjà Uyg'ur xalqi va rayonning vaziyatini va insoniyatga qarshi jinoyatlarning kelib chiqish sabablarini siyosiy tashviqot va millatchi ideologiyalardan xoli shaklda anglatish maqsadida bu kitobni yozib chiqdim. encore plus terrible que ce que je pensais. Laurent Stefano kitobning bugungi zamon tarixi bilan munosabatli qismining muhojiratga Uyg'urlar bilan ilib berilgan yuzlagan suhbatlar, xalqaro tadqiqot taratqullari tomonidan e'lon qilingan tadqiqotlar, bo'libmi Erkin Osiyo radiosi tomonidan oshkorlangan xabarlar, Danlıq tədqiqat mərkəzləri e'lon qilgan dokladlar va minglagan Xitoy hujjatlariga asosan yozilganligini aytdi. Dilnur Rayhon ziyoratimizni qabul qilib, jurnalist Laurent Stefano va uning Uyg'urlar haqida yozilgan Uyg'urlar bir qurbon xalqning hikoyasi nomli kitobi haqida to'xtalib o'tdi. U kitobning ommabop tilda inchiklik bilan yozilganligini, bu sababli Uyg'ur masalasini xalqqa va yoshlarga tunishtirishda intayin muhim ahamiyat ega ekanligini aytdi. Bu kitobning ahamiyati bo'lsa, hamda bu yaqinqi 3 yildan ortiq bo'ldi. 3 yildan beri Fransiyada Uyg'ur masalasi alohida yuqori ko'tarilib, fransuz yoshlarning ichida talabni yuqori bo'lganligi uchun, ya'ni bir fransuzcha o'qishliqlarga Uyg'urlar haqida fransuzcha bilimlarga, bo'lib fransuzcha kitoblarga ehtiyoj bo'lganligi uchun rasmiy bo'lmagan shaklda bir necha kitob shu yaqinqi bir 2 yildan beri e'lon qilindi. Bularning ichida shu Laurent Stefanoning kitobi Uyg'ur tafsiliyroq astoydilroq yozilgan kitob deyishga bo'ladi. Laurent Stefano Fransiya ozodlik gazetiniki muxbiri, uzun yillardan beri Uyg'urlar haqida maqola yozib kelayotgan muxbir. Fransiyada Uyg'urlarni ko'pimizni biladi. Shunga kitоб asosiyatdan bir fransuz jurnalistning nisbatan xeyli astoydillik bilan ham yana kelib pozitiv shaklda yozilibdi. Bugungi bu 3 yildan beri Fransiyadagi Uyg'ur qizg'inligida bir ommaviy qizg'inlik bor. Shuning uchun bir ommaviy tonish berdigan bir ommabop yozilgan bir kitob ehtiyoji bo'lganligi uchun bu Laurentning kitobi shu ehtiyojni to'ldirdi hozir. Laurent Stefano ziyoratimiz davomida Fransiya ommasi bo'libmi yoshlarning Uyg'ur masalasida intayin aktiv ekanligini Yevropa parlament a'zosi Rafael Glucksmann va doktor Dilnur Rayhonning tirishchiliklari natijasida 2 yildan buyon Uyg'ur masalasining Fransiya taratqullari va Yevropa jamiyatida intayin cho'ng ta'sir qo'zg'alligini aytdi. Laurent Stefano ziyoratimiz davomida Fransiya hukumatining qarorlarining yetarlik bo'lmayotganligi haqida to'xtalib, mundaq dedi. L'opinion publique française est très mobilisée sur le sujet, notamment les jeunes. Par exemple, vendredi, j'ai donné une conférence titrée Ouïghours, comment briser les murs du silence à Caen, une ville de 100 000 habitants en Normandie. Le débat était Hukumatimiz va prezidentning siyosiy qarori va ommaviy maydoni yanada intayin dilg'ul. Ba'zi ilgirlashlar qo'lga keltirildi, ammo qilishga tegishli yana nurg'un ishlar bor. Kitobimning fransuzcha so'zlaydigan qaror chiqaruvchilar va o'qirmanlarning Beijing paydo qilgan vaziyatning og'irligini tushunishiga, Xitoyning tashviqotiga qarshi turishiga va jiddiy harakatga o'tishiga yordam qilishini umid qilaman. Très engagée et de Dilnur Rayhon, une chercheuse et militante française d'origine ouïghour. 2017-yili Ozodlik gazetining muxbiri Laurent Stefano Parijdan kelgan bir Uyg'ur do'sti orqali lagerlarning mavjudligidan xabar topgan bo'lib, bu jarayonda Uyg'ur masalasi ustida ko'p izlangan. Laurent Stefanoning 2020-yili Ozodlik gazetining 1-betida e'lon qilingan Uyg'urlar irqiy qirg'inchilik davomlashmoqda nomli xabari Fransiya va Yevropada cho'ng g'ulg'ul qo'zg'agan. Xabar e'lon qilingan kuni Davlat Majlisi Fransiya hukumatidan bu masala to'g'risida savol so'rgan. Bu sababli Fransiya prezidenti Emmanuel Macron necha yillik sukutdan keyingi tunji bayonotini bergan edi. Bu programmani Fransiyadan Azıq tayyorladi.